sizdagi kasalliklarni meva va sabzavotlar bilan davolaymiz. Sizda astma bormi? Piyoz iste'mol qiling. Isitma ko'tarilsa, yogurt iste'mol qilish kerak. Uyqusizlik muammosiga duch kelsangiz, asalni iste'mol qiling. Boshingiz og'riyaptimi? Baliq iste'mol qiling. Sizda artrit yuzaga kelsa, baliq iste'mol qilish kerak. Suyakda muammo paydo bo'lsa, ananasni iste'mol qilish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi.